Assalomu alaykum. 50 ming so'mga qovun olasizmi? Olasizmi 50 ming so'mga? Bering. Bu qovun sizga. Endi Instagramingiz bormi? Qanaqa? Hozir $200 yutishingiz mumkin. Bu mashina qanaqa mashina bilasizmi? Esimdan chiqdi. Mega House rahbari. O'zi birinchi menga kiring qani, o'zi menga obuna bo'lganmisiz? O'zi meni taniysizmi? Ha? Kiring qani? Yo, Buxoro nima gap? Menga obuna bo'lgan ekaningiz. Ana endi Farhod Qosimov deb yozamiz. Qani? Xo'p, qarang. Ana bu $100 yana berishi mumkin. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Agar Telegram kanallariga ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, $100 beraman. Ana pastda asos shapkaga kiramiz. Qani? Obuna bo'lmagan ekansiz-ku. Haqqoniymi? Haqqoniy. Keldimmi? Keldiz. Obuna bo'lmaganlarga nima deysiz? Obuna bo'linglar. Pullar haqqoniymi? $100'liklar? Haqiqiymi? Fake emasmi? Bu fake bizga yarashmaydi. Ko'p kishi aytadiki, fake pullar bilan, dollarlar bilan chiqasan deydi. Hammasi haqqoniy. Deb sonni pachka. Xo'p do'stlar, pul menda qoldi. Endilikda $100 aynan siz yutishingiz mumkin va siz ham yutishingiz mumkin. Prosta Instagramga kirasizlar, menga va Farhod Qosimovga tez podpisatsiya qilasizlar va link bor, Telegram link, unga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni 10 ta do'stingizga jo'natib qo'ying, videoga like bosing va kommentariyada barcha shartlarni bajardim deb qo'ying. 19-dekabr kuni onlayn taqdimot bo'ladi. O'shandan keyin prямой efirda men va Farhod Qosimov shu kommentariyada shartlarni bajarganlarning ichidan bir kishiga $100 beramiz. Shartlarni bajarasizmi? Bajaramiz. Tamam. Obuna bo'lmaganlarga nima deysiz? Obuna bo'linglar. Haqqoniy. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar, sog' bo'ling.